Chilonzorda xuddi shu kabi ko'rinishda noqonuniy Eshikda qilyaptimi? Ha, bor qilyapti. Kim? Qo'lida papkalari ham bormi? Bor, ikkitasiga. San itni qo'yib yubor, qolganini o'zim boplayman. Manimcha qo'shimcha qurilish qilganimizni bilib qolishgan. Buzdirmoqchi shekilli. Buzdirib bo'pti. Hozir tomoshani kattasini qo'yaman. Sallami deylar? 200 mingcha yomon. Yomon bo'ladi. Quvladimi? Zo'r bo'pti. Menga qara. Nimaga keldiradi? Qo'shimchami buzgani keldinglarmi? Nima deyapsiz, opa? Qanaqa buzgani? Xatlov qilgani kerak, o'lchab ketamiz faqat. To'g'risini ayt. Pul ishlamoqchisan-a? Nima qilganingiz bu? Qanaqa pul? Pulsiz shunchaki xatlab qo'yaverasizlar. 937-qonun asosida xatlagani keldik. Xabaringiz yo'qmi? Shunda hujjat ham qilib berasizlarmi? Ha? O'lchab, shakllantirib tizimga yuklab beramiz. Komissiya a'zolari ko'rib chiqadi. Hech qanaqa pulsizmi? Yo'q, biz pul so'ragani kelmadik. Biz faqat o'lchagani keldik. davlatimizdan o'rgilay. Kuni kecha kadastr agentligi tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joylarga egalik huquqini berish uchun olib borilayotgan xatlov jarayonlarini ko'rsatish maqsadida press tur tashkil etildi. Ayni paytda O'rta Chirchiq tumani Fayzobod mahallasidamiz va ayni shu hududdagi xatlov jarayonlarini bugun o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Yuring ketdik. To'g'ri ushladimmi? Xatlov jarayonlari kim tomonidan, qay tartibda amalga oshiriladi? Eng avvalo ish topograflar tomonidan obyekt tapesyomga qilinadi va bizga ushbu kelgan joyimizni kartalari beriladi. O'zimizning poligonimiz chegarasi belgilangan va mahallalarga e'lon qilinadi. Biz xatlovga chiqishimiz to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Biz o'sha xabarnomadan keyin qo'limizga poligonlarimizni olib xatlov qilishni boshlaymiz. Xatlov jarayonida dastlab xodimlar uy egalaridan xonadonning hujjatini so'rashadi va shundan keyin uyning har bir qarich yerini maxsus moslamalar yordamida o'lchab chiqishadi. Birorta xonadon adashib qolib ketishi ham mumkinmi? Mumkin, uyda bo'lmagan holatlari bo'lishi mumkin yoki-da hujjatlarni ko'rsatmay qolishi mumkin. Ular bir oy ichida qayta murojaat qilishadi bizga. Xatlov jarayonida kadastr hujjatlari hamma narsasi bor bo'lgan xonadonlar shunchaki ro'yxatga olinadi. Qo'shimcha qurilishi bor yoki o'zboshimchalik bilan qurib olingan xonadonlar aniqlansa-chi? Ular ham qo'shimcha qurilishlarini o'lchanadi, tizimga yuklanadi. Adres shakllantiriladi, ularga kadastrga murojaat qilib, qo'shimcha qurilishlarini kiritib, egalik huquqlarini olish haqida ogohlantirish beriladi. Mahallalarda olib borilgan xatlov jarayonlaridan keyin xodimlar xuddi mana shunday apres shakllantirishadi, ya'ni chizmalarni olishadi va ushbu chizmalar maxsus xodimlar yordamida qayta o'rganilib, e'tirof tizimiga joylashtiriladi va ushbu ma'lumotlar, ya'ni sizning xonadoningiz haqidagi ma'lumotlar ijobiy yoki salbiy, siz aynan e'tirof tizimidan bilib olishingiz mumkin. E'tirof tizimiga kiritilgan ma'lumotlarni, ya'ni 23 ta vazirlikning salbiy yoki ijobiy xulosalari haqida o'zingizga, qo'shningizga yoki qarindoshingizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni hammasini siz bemalol o'zingiz kirib kuzatishingiz mumkin. E'tirof tizimi hamma uchun shaffof va ochiq. Ushbu hujjatlar rasmiylashtirilib, komissiya a'zolariga taqdim etiladi va 23 ta tashkilotning ijobiy xulosasidan keyin siz o'zboshimchalik bilan qurib olgan yoki qo'shimcha qurib olgan xonadonlaringizga egalik huquqi taqdim etiladi. 1 yil davomida ushbu qonun ijrosi joylarda, barcha tumanlarda va viloyatlar tomonidan xatlov ishlari olib borildi va kerakli tizimlarga kiritilib, demak, e'tirof etish ishlari olib borildi. Bugungi kunga agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, respublikada reja qilib olinganda 934 ming obyektni xatlov qilish, shundan 840 ming obyekt xatlov qilindi va e'tirof tizimiga 380 ming obyekt bugungi kunda yuborildi. Bugungi kunda e'tirof etilganlarni 20 mingga yaqini huquqiy e'tirof etilgan obyektlarni faqatgina 1,5 mingginasi huquqiy e'tirof etilgan. O'zi ham 32 uyingiz bor. E'tirof etilgan, davlat ro'yxatga o'tkazilgan davlat reyestridan ko'chirma, bu asosiy hujjat hisoblanadi. Mana shunga tabriklayman. 40 qatorda javob bersanglar 40 yillik muammomamiz hal bo'lgan. Mana shu egalik huquqini qo'lga kiritguningizga qadar qanaqa muammolar sizni qiynab kelyapti? Uying-ku, biroq dokumentalniy egasi emassiz-da. Masalan, endi kim kelsa ham o'zing egasisan, o'zing uying. Nima qilsang ham xotirjamsan-da. Xotirjam yurasan. Bugungi press turda shuningdek, aynan ismingiz nima edi? Jonibek. Jonibek aka qatori yana 4 nafar fuqarolarga egalik huquqini taqdim etuvchi xuddi mana shunday ko'chirmalar taqdim etildi. Xatlov jarayonlari respublika bo'ylab olib borilgan bo'lsa, nega kadastr xodimlari bizning xonadonimizga kelmadi deya xavotirga tushmang. Chunki bu jarayonlar 2028-yilga qadar davom etadi. Albatta borishadi.